Telefoningizni o'g'irlab ketgandan keyin birinchi bo'lib qilgan ishi polyotni yoqib qo'yish bo'ladi. Polyotdan keyin siz telefoningizni o'chirib qo'yadi. Keyin topolmayman deb o'ylaysiz, lekin iPhone'da bo'lsa topsa bo'ladi. Hozir men sizga bu funksiyani o'rgatib qo'yaman. Undan oldin videoga like bosib, Official'ga obuna bo'lib qo'ying. Birinchi bo'lib nastroykadan Face ID bo'limiga o'tib olasizlar, parolinglarni terib olasizlar. Pastroqga tushasizlar. Pastroqga tushganingizdan keyin mana shu 3 ta tugmachani o'chirib qo'yasizlar. Keyin uje blok qilasizlar. Blok qilganingizdan keyin faqatgina sizlarning Face ID'lar orqali ishtirokinglar pastga tushadi. Ungacha tushmaydi. Nastroykadan o'zingizlarning akkauntingizga kirib olasizlar. Pastroqda lokator bo'limi bor. Keyin birinchisiga kirib olib, shu tugmachani yoqib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Yoqib qo'yganingizdan keyin telefoningizlarni o'chuv holatda ham bemalol topolsanglar bo'ladi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, telefonini ko'p o'g'irlatayotgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Smartfonlarni eng zo'r narxda Opel Shop'dan 10 yil kafolati bilan xarid qilib olsangiz bo'ladi. Hoziroq 71 203 66 60 raqamlariga telefon qiling.